Assalomu alaykum. Agarda tradingni endi boshlagan bo'lsangiz yoki ancha yillardan beri shug'ullanib kelib, hali hamon natija bo'lmasa, ushbu videomiz aynan siz uchun. Internetda trading strategiyalar minglab, ya'ni juda ham ko'p. Kimdir indikatorlar bilan ishlaydi, kimdir qaysidir algo trading, ya'ni robotlar bilan ishlaydi. Kimdir qaysidir patronlarni yodlaydi. Shunga o'xshagan golova плечо, double top yoki candlesticklar bilan savdo qiladi. Lekin natija nolga teng, ya'ni natija yo'q. Buni juda ko'p asosiy sabablari bor. Bugun sizlarga men o'zim yillar davomida ishlab kelayotgan eng sodda strategiyani va eng daromadli strategiyani sizlarga qisqa muddatda o'rgatib bermoqchiman. Bu strategiya atigi 3 ta qadamdan iborat. Agar ushbu videoni to'liq ko'rib, ushbu 3 ta qoida bo'yicha ketsangiz, ancha muncha ortiqcha savdolardan, depressiya, stresslardan va keraksiz savdolardan qutulasiz va asosiy qachon kirish, qachon chiqish va kerakli bo'lgan savdolarni bitimlarni amalga oshirasiz. Kerak bo'lmasa boshlaymiz. 3 ta qoidani sizga birin-ketin aytib beraman. Birinchi qoidamiz, ya'ni strategiyamiz bo'ladigan bo'lsa, birinchi qoidamiz bolalar. Sizlar ko'pchilik strategiyalarni o'rganasizlar, Fibonacci, trend liniya, unisiz, chart patternlar, candle patternlar, grafik to'lib tashlaydi. Grafikni o'zini ko'rib bilmaysiz, chizmalardan to'lib tashlaydi, to'g'rimi? To'ldirib tashlaysiz. Lekin aslida bizga unaqa narsalar kerak emas. Birinchi qoidamiz nima? Birinchi qoidamiz bu birinchi navbatda bozorni strukturasini, ya'ni bozorni yo'nalishini belgilab olishimiz. Ya'ni bozor yo'nalishi o'zi yuqori bor, past bor, ya'ni o'suvchi trend bor. Tendensiya yoki tushuvchi trend bor. Biz o'sha trendni aniqlab olishimiz kerak. Juda ko'pchilik yuqoriga ketyapti, buy tiqadi, yoki pastga ketayotgan bo'lsa, sell tiqadi. Bu juda katta xato. Biz asosiy yo'nalishimizni bilib olishimiz kerak aslida. Past, misol uchun yuqoriga ketyapti, siz buy ochasiz, ozgina korreksiya berib, aslida pastga ketishi mumkin. Chunki globalniy yoki lokalniy time frame'da misol uchun down trend, ya'ni tushuvchi trend bo'lishi mumkin. Siz bitta grafikni ochib turib, qaysidir time frame'da buyga tiqolsizda, ozgina yuraverib, lekin pastga ketishi mumkin. Va biz birinchi oltin qoidamiz nima? Birinchi oltin qoida bu chizib balovatlarla qilish emas. Birinchi navbatda biz tendensiyani, ya'ni trendni, strukturani aniqlab olishimiz kerak. Uni qanaqa aniqlaymiz? Keling, men qisqacha birinchi qoidani sizlarga real grafiklarda, chizmalarda ko'rsatib beraman. Xo'p, birinchi qoidamiz dedik. Birinchi qoida bu nima? Bozor strukturasini aniqlash. Bozor strukturasini aniqlash. Ya'ni nimani? Trendni aniqlash. Bozor yo'nalishi o'zi e'tibor bering nimalardan iborat. Birinchi navbatda bozor o'zi hammamiz bilamiz nimadan iborat? Maksimum va minimumdan iborat. Bizda maksimum bor, minimum bor. Agarda maksimumdan yuqorida va minimumdan yuqorida bo'ladigan bo'lsa, mana nuqtada e'tibor bering. Maksimumdan qayerda joylashgan? Yuqorida. Minimumlar esa-chi? Minimumlar yuqorida. Minimum mana bu minimumdan ko'ra qayerda? Yuqorida joylashgan va maksimumdan yuqorida. Bizda tushunib oldik, mana shu yo'nalish bu o'suvchi trend. Ya'ni narx yuqoriga qarab ketadi. Narx doimo esdan chiqarmaymiz, faqat kuchsiz tomonga yuriydi. Bizda kuchsiz tomon qayer? Kuchsiz tomon maksimum, ya'ni yuqori. Agarda minimum kuchsizlik qilganida mana bu minimumni buzib ketgan bo'ladi. Buzmadi, bizani qayer buzdi narx? Narx maksimumni buzdi. Значит, biz bildikki, bizda maksimum kuchsiz. Va biza nima qilishimiz kerak? Bo'ldi, trendni aniqlab oldik, trend o'suvchi. Masalan, maksimum yuqorida, minimum yuqorida. Endi biza trendni aniqladikmi, bo'l, o'sha strukturaga qarab, ya'ni yo'nalishga qarab savdo qilamiz. Yo'nalishimiz nima? Yo'nalishimiz o'suvchimi? Biz nima qilamiz? Biz buyga harakat qilamiz. Chunki yo'nalish bo'yicha savdo qilishimiz kerak. Strukturani aniqlab oldik. To'g'rimi? Strukturani aniqlab olganimizdan keyin bizani yo'nalishimiz o'suvchi va biz nima qilamiz? Buyga harakat qilamiz. Birinchi qoidamiz shu. Ya'ni birinchi qoidamiz o'zi bozor yo'nalishini aniqlab olish. Markaz struktura. Bozor yo'nalishini aniqlab oldik, narx o'suvchimi, biz buyga harakat qilamiz. Endi ikkinchi qoidamiz bor. Ikkinchi qoidamiz mana shu buy kirish nuqtamiz kerak. Bizga bu strukturani aniqladik, bo'ldi o'suvchi. Endi buy qayerdan kiramiz? Qayerdan pozitsiya ochamiz? Va qayerdan pozitsiya ochamiz deganda bizda ikkinchi qoida bizda eng yaxshi ishlab beradigan zona. Eng yaxshi ishlab beradigan zonalarni topishimiz kerak. Bu bo'ladi supply va demand. Supply va demand zona. Ya'ni bu nima?
talab va taklif zonalari. Talab va taklif zonalari. Bizada agarda trend ko'tariluvchi bo'ladigan bo'lsa, maksimumni yuqorida, minimumni yuqorida bo'ladigan bo'lsa, bizaga kerak talab zonasi. Ya'ni talab bo'lgandan keyin narx nima qiladi? Narx ko'taradi. Biza mana shu nuqtada talab zonasini topishimiz kerak bo'ladi. Tushundingizlar? Biza dedik market strukturani aniqladik. O'zi market strukturada sizlarga hozir o'suvchi nuqtani ko'rsatdim. Bu o'suvchi, ya'ni maksimumni yuqorida, minimumni yuqorida. Agarda bizada maksimumlardan pastda, minimumlardan pastda bo'ladigan bo'lsa, mana e'tibor bering. Mana bu maksimumdan nima? Pastda joylashgan. Minimumlar esa minimumdan pastga. Biza bildikki nima? Trend tushuvchi. Endi biz nima qilamiz? Har bitta korreksiyadan keyin biza sell qidirishni boshlaymiz. Ya'ni sell zona qidirishni boshlaymiz. Ikkinchi qoidamiz bo'yicha. Birinchi struktura aniqladik. Nima ekan? Down trend. Tushuvchi trend ekan, to'g'rimi? Down trendda biz nima qidiramiz endi? Endi biza zona qidirishimiz kerak. Ikkinchi qoidamiz bo'yicha zona qidirish. Grafikni to'ldirib, golova qilisho, double top nimadirlar kerak emas. Biza endi nima qilamiz? Supply zona qidiramiz. Ya'ni taklif zonasi. Mana bu nuqtada biza demand zonani topadigan bo'lsak, rally bez rally demand zonamiz bo'ladi, narx qaytib keladi. Mana shu korreksiyagacha polibomi narx qaytib keladi. Impuls berdimi? Polibomi. E'tibor beringlar, oltin qoidamiz bor bizning. Narx maksimum yaratdimi? Mana e'tibor beringlar. Oltin qoidalarimiz yozib olsangiz ham bo'ladi. Narx maksimum yaratdimi? Polibomi nima qiladi? Korreksiya beradi. Narx maksimum yaratdimi? Polibomi korreksiya beradi va minimum yaratadi. Down trendda ham xuddi shunaqa. Narx minimum yaratdimi? Polibomi nima yaratilishi kerak? Maksimum. Endi logika qayerda desak, impulsdan keyin baribir narx atkat beradi. Impulsdan keyin narx baribir atkat beradi. Biza mana shu atkat qayerga kelishini bilishimiz kerak. Va o'sha nuqta blogimizni topib va biza bayga harakatlanishimiz kerak. Tushundingizlar? Yokida bunday impuls berdim, narx polibomi korreksiya beradi. Minimum yaratdim, polibomi korreksiya beradi. Endi biza nima qilishimiz kerak? Taklif zonasi. Taklif zonasida kimlar ayiqlar bo'ladi? Taklif bo'ladi shu nuqtada. Men sotaman. Bu nuqtada talab zonada, demand zonada kimlar bo'ladi? Talab. Men sotib olaman shu narxda, narx arzon bo'ldi. Talab bo'ldiki, narx shu bilan ko'tarib ketadi. Taklif bo'lsa narx tushib ketadi. Tushundingizlar? Mana shu birinchi navbatda strukturani aniqlab oldik. Keyin bloklarni, zonalarni aniqlab oldik. Dedik, bizda ikki xil yo'nalish bor: o'suvchi, tushuvchi. O'suvchidan maksimumni yuqorida, minimumlardan yuqorida bo'ladi. Down trendda maksimum pastda, minimum pastda. Polibomi impulsdan keyin korreksiya bo'ladi. Nima uchun? Impuls korreksiya bo'ladi, chunki narx impuls berdimi, dalchi bo'lishi, kuchayib ketishi uchun ham mana shu nuqtada ichki likvidlar hosil qiladi va korreksiya beradi va kerosin, ya'ni benzin vazifasini bajaradi korreksiya, yana dalchi kuch olib impuls bilan ketadi. Tushundingizlar? Xuddi shu holatda ham bizda strukturani aniqladik. Kuchsiz tomon bizda maksimum ekan. Narx keldi, yangi maksimum hosil qildi, korreksiya beryapti va bilamizki, korreksiya bergandan keyin yana polibom narx qaysi? O'zini yo'nalishi bo'yicha ketadi. Biz yo'nalishni aniqlab olganmiz, struktura bo'yicha narx yuqoriga. Va mana shu korreksiya qayerga kelishini aniqlab olsak bo'ldi va blogimizni qayerdaligini aniqlab olsak bo'ldi. Narx shu bilan uchib ketadi. Tushundingizlar? Narx shu bilan uchib ketadi. Xo'p, tushunib oldik. Birinchi qoidamiz bo'yicha bozor strukturasini aniqladik. Struktura mana bu nuqtada yuqorida o'suvchi trend, mana bu nuqtada bizada down trend, bizada bor flat holati. Flat holatda biz ko'pincha savdo qilmaymiz. Qaysi tomonni yo'rib o'tadigan bo'lsa, yoki up yoki down trendligini aniqlasak, keyin biz savdo qilamiz. Xo'p, biz birinchi navbatda strukturani aniqlab oldik. Endi zonalarimiz borlar, talab va taklif zonalar. Talab va taklif zonalari supply demand. Bu bo'yicha ham master class qilganman, kirib ko'rishinglar mumkin va blogimizni topamiz. Mana shu nuqtada misol yana kichkina qilib aytib o'taman. RBR, rally bez rally demand zona bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Narx ketyapti deyilgan bitta nuqtada impuls, ozgina bitta korreksiya, bitta yoki ikkita svecha qolib ketadi. Shu nuqtada qaytib keladigan bo'lsa, biz mana shu nuqtadan bayga harakatlanamiz. Bu xuddi mana bu yo'nalishda, mana bu kichkina strukturada bo'lishi mumkin. Xuddi o'sha mana bu katta struktura, kichkina struktura, masalan, buni H1 time frame deylik, M15 da mana bunaqangi struktura hosil bo'ladi va biz o'sha nuqtada RBR dan nima qilamiz? Bayga kiramiz. Katta time frame da xuddi mana shunaqa, lekin kichkina time frame da mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi jigarlar. Xuddi shunaqa.
Supply ham xuddi shunaqa. Supplyda ham xuddi shunaqa. Narx keldimi, polibomu nima qiladi? Kichkina time frame mana bu minimumni, support bo'lgan, to'g'rimi? Support bo'lganki qaytgan. O'sha nuqtada bitta kichkina korreksiya, narx misol uchun qaytib yana impuls bilan tushdi, qaytib korreksiya bergandan keyin supply zonamizga keladi, dальше bo'lish ketadi. Biza mana shu bu nima bo'ladi bizaga? DBD. Ya'ni DBD taklif zona. Taklif zonada kimlar? Ayiqlar bo'ladi. Ya'ni sellerlar. Demandda kimlar bo'ladi? Rally bez rallyda bu yerda buqalar. Ya'ni nima qiladi? Buqalar sotib oladi, narxni o'sishga yordam beradi. Ayiqlar esa nima? DBDda ayiqlar narxning tushishiga sababchi bo'ladi. Tushundingizlar? Ya'ni birinchi qoidamiz bozor strukturasini aniqlash, ikkinchisi eng yaxshi ishlab beradigan supply va demand zonalarini tushunib olish va uchinchisi eng asosiy qoidamiz, risk and money management. Managementga e'tibor berish, money managementga e'tibor berish bo'ladi. Endi mana bu yerda hozir management noto'g'ri yozilib ketdi. Shu bo'ladi. Uchinchi qoidamiz risk and money management. Ya'ni bizni depozitimiz qancha, o'sha narsani bilib olaylik. Biza bitta joyga, biza bitta narsaga pul tikyapmizmi? Misol uchun nimadir sotib olasiz, pul tikyapsiz. Men qancha yo'qotyapman? Hozir qancha risk qilyapman? Yo'qotsam qancha yo'qotaman? Topsam qancha topaman? Money management, ya'ni pul bilan muomala bo'lish kerak. Mana shu savdom o'xshab bermasa, men qancha yo'qotaman va yo'qotsam menga ta'sir qiladimi, yo'qmi? Men foyda qilsam o'zi qancha foyda qilaman? Menga foyda qoniqtiradimi, yo'qmi degan savolga javob berishlaringiz kerak. Uchinchi eng asosiy qoida mana shu. Bu bo'lmasa hech qanaqa bo'lmaydi. Dedik biza rally bez rally zonamizga keldi. Misol uchun shu nuqtadan sotib olmoqchi edik. Va biz mana shu nuqtadan savdo qilishni boshladik. Keldi zonamizga, strukturani aniqladik, uptrend to'g'ri, yuqori o'suvchi va shu nuqtadan biz bayga kirmoqchi biz. Va mana shu nuqtada stopimizni o'lchaymiz. Necha punkt bo'ldi? Misol uchun deylik, ko'pchilik kichkina summalar bilan $1000 bilan boshlaydi. $1000 bilan. Xo'p, $1000 pulim bor. Mana shu nuqtada men necha pul yo'qotishga tayyorman? Misol uchun meni $1000 pulim bo'lganda, men har bitta savdomga 3%, ya'ni $30 yo'qotishga tayyor bo'lgan bo'lardim. Men birinchi navbatda stop lossimni o'lchayman, necha punkt. O'sha punktga qarab keyin lot ochaman. Agarda meni stop lossim, misol uchun mana shu nuqtadan kirdim, stopimni minimumga pastga qo'ydim, o'sha nuqtada o'lchadim. Agarda meni stop lossim deylik 30 punkt bo'ladigan bo'lsa, men endi savol keladi. Stop loss 30 punkt. Men $30 yo'qotishga tayyorman. Ya'ni 3% depozitimdan. Necha lot ochsam, men $30 risk bo'ladi. Men necha lot ochaman? 0.10 lot. Men ana shu nuqtadan 0.10 kiraman. Bo'ldi. Men sabablarini qildim. Strukturani aniqladim, blogimni topdim. Tasdiqlarimni oldim. Keldi va pulimdan risk qildim. 0.10 ochdim. Agarda mana shu 0.10 kelib struktura bo'yicha yurib beradigan bo'lsa, minimum men $60 yoki $90 1.2 3 соотношениеda foydamni yopaman. Yoki minimum 1.2. Ya'ni $30 risk qildim, $60, $90, $70, $80 yopaman. Agarda kelib stopimni uradigan bo'lsa, mana shu yo'qotishga tayyor bo'lgan summa, ya'ni $30 ni yo'qotaman. Tushundingizlarmi? Xuddi supply zonada ham xuddi shunaqa kelyaptimi? Stop lossni o'lchayman. Misol uchun stop loss deylik, endi bu safar kichkinaroq 10 punkt. 10 punkt. Mani $1000 pulim bor edi, $30 yo'qotmoqchiman. Necha lot ochaman? 0.30 lot ochaman. Agarda masalan shuni o'zi bir 100 punkt yurib beradigan bo'lsa, birga 10 соотношение, $300 bor mani. $300 bor mani. Tushundingizlarmi? Bolalar, mana bu grafikni chizib tashlash kerak emas. Mana shu narsalarni bilib olaylik. 3 ta qoida bo'yicha savdo qiling bo'ldi. Minimum sizga 10 tadan 5 tasi o'xshab bersin boshlanishida. Mana sohaga endi kirdingiz, bu yerda 5 oy bo'ldi, 6 oy bo'ldi, 1 yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi, hali novichoksiz. 10 tadan 5 tasi o'xshab bersa, ko'pchilik aytishi mumkin yoki sizni ko'zingizga ko'rinishi mumkin, 10 tadan 5 ta o'xshab bersa, bu yaxshi natija emas. Nima uchun? Zo'r natija. 50% win rate zo'r natija. Boshlang'ich trader uchun. O'sha professional darajaga chiqishga 70, 80, 90%. Mana bizning win rate'imiz 80, 90%. Lekin bunga necha yil tajriba kerak? Hozirgacha o'zimiz ustimizda ishlab kelamiz. Qanchadan qancha strategiyalarni bilamiz. Bu 10 tadan 5 tasi zo'r degan. Mana misol uchun deylik, 10 tadan 5 tasi, mana $30 dan har bitta savdoyingizga risk qildingiz, Misol uchun $30 dan risk qildingiz deylik. 1.2 yurib berdi. 1.2 yurib berdi. $60 bo'ladi, to'g'ri? $60 dan 10 tadan 5 tasi o'xshab berdi. 10 tadan 5 tasi o'xshab bersa, misol uchun 5 kara 6, misol uchun $300. $300 5 tasi o'xshab bermadi $30 dan. Necha pul? $150.
umumiy polibon siz $150 foydadasiz. Endi bozor 20 kun. Biza birovga 40 marta savdo qilamiz. Ha, misol uchun 10 tadan 40 tadan 20 tasi o'xshab berdi. Endi hisoblang qancha bo'ladi? $600 bo'ladi. Bizaga mana bu 10 tadan 5 tasi o'xshab berishi zo'r. Faqatgina mana shu 3 ta qoida. Mana shu 3 ta qoidani o'rganing, mana shu 3 ta qoida bo'yicha savdo qiling. Bozor strukturasi, birinchi navbatda bozor yo'nalishi, ikkinchi navbatda ishlab beradigan zonalar, uchinchi navbatda money management, risk management. Bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Mana shu bilan stabil daromadga chiqsangiz bo'ladi. Endi keling, real grafiklarda ham bir ikkita man sizlarga primer ko'rsatib beraman. Misol uchun yevro dollarni olib qaraydigan bo'lsak, misol uchun deylik, mana любой istoriyani olib qarang, mana o'suvchi, tushuvchi. Masalan, mana tushuvchi, o'suvchi. Misol uchun mana bu nuqtada deylik o'suvchi, mana bu nuqtada struktura masalan o'sdi. Biz aniqladik, nima dedik? Agar o'suvchi bo'ladigan bo'lsa, minimumda yuqorida, maksimumda yuqorida. Mana minimumda yuqorida, maksimumda yuqorida. Oddiy misol, biza mana maksimumni kelib buzdi, impuls ketdi. Mana impulsdan keyin korreksiya boshlandi. Qayergacha? RBR zonamizgacha, mana liniyaga olib qarang, xuddi o'sha ko'rsatib bergan RBR zonamiz bor. Va o'sha RBR zonamizga keldi. RBR zonamizga kelgandan keyin struktura switchnoy engulfing tasdiqlarni oldik. Mana misol uchun keldi, boshqa narsa qildi deylik. Mana shu nuqtadan oldi. Kelding, siz boshqa tasdiqni bilmaysiz, kelgandan risk entry qildingiz va stop lossni minimumga qo'ydingiz. Misol uchun mana shu nuqtada stop lossni qo'ydingiz, 1.13820 dan kirdingiz. Masalan 720 ga stop qo'ydingiz. 10 punkt, mana xuddi o'shanaqa 10 punkt. $300 risk qilmoqchimisiz? Mana shu nuqtada 0.30 ochasiz. Tepa 1.2, 1.3 соотношение, mana bum. Mana пожалуйста, maksimumgacha olib borsangiz ham e'tibor bering. O'sha maksimumgacha 1.4, 1.5 соотношение bor. Bo'ldi, xuddi shunaqa. Yana maksimumni buzyapti. Mana maksimumni buzdi, korreksiya beryapti. Korreksiya qayergacha? Misol uchun, o'z mana RBR zonalarimiz bor. Mana o'sha zonalarga kelyapti, yana qaytib yuqoriga yurib ketyapti. Katta time frame'da bu, mana e'tibor beringlar. Katta time frame maksimumni buzdi, impuls, korreksiya, dalish ketdi. Bo'ldi, biza birinchi navbatda strukturani aniqlab olaylik. Mana o'suvchi trend, misol uchun, mana bu yoqda tushuvchi trend. Misol uchun, tushuvchi trendda biza sellga ishlaymiz, trendga qarab. Misol uchun trendga qarab. E'tibor bering, globalniy bor, lokalniy bor. Mana bu misol uchun globalniy tushish. Biza day tradermi biza? Misol uchun, lekin oddiy misol, mana bu ichki strukturada bizada trend o'suvchimi? Biza globalniy trend sell bo'lsa ham biza upga ishlayveramiz. Farqi yo'q. Chunki ichki strukturada bizada o'suvchi trend. O'suvchi trend. Mana bu yerda ko'rdik, ichki struktura down trendga o'zgardimi? Endi nima qilamiz? Sellga ishlaymiz. Tushundingizmi? O'ylaymanki, qisqa videomi juda ham tushunarli bo'ldi. Tushundingizlar? Mana shu 3 ta oltin qoida. Mana shu 3 ta oltin qoida bilan ishlanglar. Birinchi navbatda strukturani aniqlang. Zo'r. Yo'nalishni aniqlab oling, bozor yo'nalishi. O'zi buy bor, sell bor. Yana o'suvchi bor, tushuvchi bor. Ikkinchisi ishlab beradigan zonalar va uchinchisi money management and risk management. O'ylaymanki yoqdi. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, hozirroq like qo'yishni unutmang va fikringizni izohlarda kutib qolaman. Trading bo'yicha qanaqa savolinglar bor, yozib qoldiringlar. Qaysi strategiyalar bo'yicha master klasslar qilaylik, videolar chiqaraylik, nima savolinglar bor, hammasini yozib qoldiringlar va keyingi mana shu aktivliklaringizga qarab, izohlarga qarab, likelarga qarab, keyingi videolarni realniy grafikda ham ko'rib chiqamiz va sizga foydali bo'lgan master klasslar, videolarni chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna, like, izoh esdan chiqmasin.